Hürmetlik vatandaş endi leksiyan davamlaştırmaz. Bugün çislağa 2020 yıl 8. ayının 30. günü haftığı yakşembe. Bu haberimni sizge 3. qitim elip çıkışam. Birinci günü de meyada taraxtırıq avaz çıkıp kaldı, sizlerge anlatamay elip kirip kettim. İkinci günü de sözde vasam yağmur yığıp kaldı. Sözü geldirim çalıp kaldı, öçürüp ettim. Bugün 3. qitim elip çıktım. Hem bu doğruda ben sizlerge tünügün təhlilimi kılıp boğan edim. Lekin bu haberinin özünü bir anlap koyunlar vatandaşlar. Hürmetlik vatandaşlar. Bu qanday haber deyseniz mavzumunda. Amerika'da Demokratlar Partiyası sayılamda g'alaba qilsa, bir siyasetini ağdırıp taşlap Tayvan'ı itiraf qiladi. Mavzulu haber 8. ayının 27. gün erkinlik vaqt gazeti e'lon qilindi. Haber bunday başlan. Erkinlik vaqt gazeti Tayvan'ın gazeti. Çünkü hükümeti tarafidan tutuş buyruğu çıkarılgan Amerika'da sergardan bulup yürüyen Bayvetçi Govingoy. Amerika Şark vakti 8. ayının 26. günü materyal paş qilib bunday dedi. Ben Amerika'da Demokratlar Partisi'nin peshqadamlari bilan telefonda so'zlashdim. Demokratlar Partisi agar saylamda g'alaba qiladigan bo'lsa, bir siyasetini ağdırıp taşlaydı, hatta Tayvan'ı itiraf qiladi. Govingoy bevosita anlatqanda mundaq material paş qildi. Shu kuni tushdan keyin men Demokratlar Partisining yuqori qatlamidagi bir nafar xonim bilan telefonda 40 minut so'zlashdim. Bu xonim sobiq prezident Obama ve sobiq davlat ishlar kotibi Hillary xonimning eng yaqin do'sti. Amerika Qo'shma Shtatlarining sobiq muavin prezidenti. Navbatda Demokratlar Partisining prezident nomzodi Joe Bidenning yaqin do'sti. Telefonda suhbatimizning mazmuni Demokratlar Partisining bir siyasetini inkar qiladiganligi, hatta Tayvanni davlat deb e'tirof qiladiganligi masalasiga berib ketildi. Govingoy o'zini tutolmay vaqirib etdi. O'tgan 3 oyda nima ish qildim deb o'ziga savol qo'ydi. Eg'izdagi ish. Eg'iz yugurigi. Bu bir cümle söz, ahmeti yok, kımmeti yok. Yani eg'iz yugurigi, eg'izdagi ish. Ahmeti yok, kımmeti yok. Öndaş. Govingoy mundaq dedi. Agar bir siyaseti inkar qilinadigan bo'lsa, Şanghay Birleşme axboroti bekor qilinadi. Agar bir siyaseti bekor qilinsa, undaqda Tayvan mustaqil bo'ladi. Agar Tayvan mustaqil bo'lsa, Shangang, Hong Kong, Xinjiang, mustamlik Uyg'uriston, Tibet, Guangdong o'lkasi mustaqil bo'ladi. Balki bu ish to'g'risida men bundan 3 yil burun so'zlagan edim. Govingoy mundaq dedi. Agar yuqorqi joylar bir siyosati hammasi bo'lmaydigan bo'lsa, bu bir jumla so'z prezident nomzodi Joe Biden'dan olqib, Demokratlar Partisining qurultayida so'zlangan ko'p so'zlardan olqib, bu vaqt ichidagi Jungo Kompartiyasi qonunsiz bo'lib qolmay, qonunsiz hukumat bo'lib qolish bu yoqda tursin, Jungo Kompartiyasi jinoyatchilar guruhiga aylanib qoladi. Bizim şunun yaqinroq so'zlaganlikka, agar Tayvan mustaqil bo'lib ketsa, Jungo Kompartiyasi nima? Bir kechada kuchdan qoladi degan edi. Shunun yaqinroq so'zlaganlik bugun buni Govingoy da'vatida vatandosh. Maxfiy tarjimonlar guruhi mundaq tarjima qildi. 8. ayının 26. günü Govingoy bevosita anlattı. Amerika'da Demokratlar Partisi'de bizden dostlarımız var.
Biz Demokratlar Partisi tarafda bir peş qadam men bilan telefonda 10 minut so'zlashdi. Pesh qadamni 4 qatim takrorlab chiqaman, shunda tarjima qildim vatandosh. 40 minut so'zlashdi. Bu nafar ayol xonim ko'pchilik Demokratlar Partisining bir jungo siyosatini inkor qilish, hatto Tayvanni e'tirof qilish to'g'risida men bilan so'zlashdi. O bilan o'rk bilan men ish qilyapman, ish. Men ish qilyapman, to'xta hozir.